Assalomu alaykum hammaga, uzoq yaqindagilar va musofirdagilar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Hammangiz yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun men Xorazm milliy taom bo'lgan shivit oshini pishirjak edim. Buning uchun bizlara hozir eng birinchi navbatda shu Assalomu alaykum hammaga, uzoq yaqindagilar va musofirdagilar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Hammangiz yaxshimisizlar? Hamma sog' salomat yuribdimi? Bugun men Xorazm milliy taomlaridan biri bo'lgan shivit oshini tayyorlajak edim. Buning uchun albatta eng birinchi navbatda bizlara shivit kerak bo'ladi. Shivit haqiqiy bog'da o'sib turgan shivitdan. Yana yuvib oldim shivitni, magazinnikini sotib olmadimdan. Bugun shu bir danışım ekkelib berverdi bana, bağında o'sib turgandan. Shuning uchun haqiqiy bog'ni shiviti, shundan foydalanacakman. Doğru aytdim o'zi? Qaytadan boshlaymiz. Shivitni blenderdan chiqarib bo'ldik yana. Yaktım. Kıyığa barsam bir yıl bardım ku kışta. Yere barsam şu taşı zakas etsem hemen üstümden güledi. Yemeyen mi seyyad etme ettim. Ahır dedim, dum yaxşı göremem, dum yaxşı göredi o katımda. Hem yerlerde şu taşı yiyip yürüdüm hülles. Abunaçılarımız, əsas sizlərəm rahmet kettakyan, yetkazgan. Приятного аппетита. Bismillah. Hurmatli obunachilarimiz, esa yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Agar da sizga agar da sizlara Xorazmimizni yo'q, yana aytolmadim. Agar da sizlara bizani milliy taomlarimiz yoqqan bo'lsa, shundaymi bizani? Agar da sizlara Xorazmning milliy taomi shivit oshi yoqqan bo'lsa, bir like'laringizni kutib qolamiz. Shundan bilamiz, yoqmagan bo'lsa, dislike'laringizni kutib qolaveramiz. Nima deyajak edim keyin? Sog' bo'ling, baringizga shukr.